kech soat 12. Marhamat. Bunga 12 Farg'onadamiz. Barcha yoshlar uxlamasdan bir xil ilm oladilar. Bular nafaqat Farg'ona, bular jamiki O'zbekiston Respublikasiga namuna bo'ladigan yoshlar. Aynan shu ustozlari, mana shu direktorlari bular sababchi insonlar. Rahmat, dahshat. O'zaki nima dedingiz? Bunaqa maktab Yo'q, bunaqasi yo'q. Kechqurun 12 bo'lyapti. 12da mingtadan oshiq bola kutib o'tirishdi. Ko'zini ko'rsangiz yonyapti. dahshat. Qoyil qolmasdan iloji yo'q. Bularning ko'zida uyqu ham yo'q, qo'lida telefoni ham yo'q. Qo'lida faqat kitob, kallada ilm. Dahshat. Hammaga rahmat, mana shu bolalarga rahmat deyish kerak. Ularning ota-onalariga, ustozlariga, jamiki shularga sababchi bo'layotgan insonlarga hamda Farg'ona viloyat rahbarlariga hammalariga rahmat deymiz, minnatdorchilik bildiramiz. Bular O'zbekistonning kelajagi, bular O'zbekistonning ibratli yoshlari.